Pythondagi ro'yxatlar elementlar to'plamini bitta o'zgaruvchida saqlash uchun ishlatiladi. Siz raqamlar, satrlar va hatto boshqa ro'yxatlarni yaratishingiz mumkin. Ro'yxat yaratish uchun siz kvadrat qavslardan foydalanasiz va ro'yxatga qo'shmoqchi bo'lgan har bir elementni vergul bilan ajratib yozasiz. Ro'yxat ketma-ket bo'lgani uchun narsalarni ro'yxatga kiritish tartibi muhimdir. Siz ro'yxatdagi istalgan elementga kvadrat qavslar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ro'yxatning o'zgaruvchisini, kvadrat qavsni va o'sha kvadrat qavs ichiga sizga kerak bo'lgan elementni raqamni yozishingiz kerak. Bu yerda element raqami deyilganda uni dasturlashda indeksi deyiladi. Ya'ni o'sha elementni indeksiga murojaat qilish kerak bo'ladi. U ro'yxatdagi elementning o'rnini ko'rsatadi. Ya'ni nechinchi o'rinda turgan bo'lsa, bu o'sha elementning raqami, ya'ni indeksi deyiladi. Faqat dasturlashda joylashgan o'rinni sanash birdan emas, noldan boshlanadi. Ya'ni 1, 2, 3 shaklida emas, 0, 1, 2, 3 shaklida ketadi. Demak, 0-indeksga bu yerda birinchida turgan element olma, birinchi indeksga esa banan to'g'ri keladi. Ro'yxat tuzishda biz har doim ham uning to'liq mazmunini oldindan bilavermaymiz. Bo'sh ro'yxat yaratish va keyin dasturimiz ishlayotgan paytda elementlarni qo'shish yoki olib tashlash mumkin bo'ladi. Mavjud elementlarni qanday qo'shish mumkin? Buning uchun avval bo'sh ro'yxat yaratib olamiz. Bo'sh ro'yxat yaratish shunchaki kvadrat qavslarni qo'ysak, bu bo'sh ro'yxatligini anglatadi. Ro'yxatga elementlarni qo'shish uchun esa append funksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni o'zgaruvchi nomi append funksiyasi va append funksiyasiga element nomini kiritamiz. Shuningdek, biz ro'yxatning joriy uzunligini bilib olishimiz mumkin. Bu len funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha ro'yxatimizda nechta element borligini bilish uchun foydalansak bo'ladi. Ro'yxatdan elementlarni olib tashlashimiz mumkin. Buning asosiy ikkita usuli mavjud. Birinchisi remove, ikkinchisi pop. Remove bu ro'yxatdagi har bir elementni ko'rib chiqadi va bu qiymatga ega birinchi elementni olib tashlaydi. Lekin bu samarali emas, chunki u avval har bir elementni ko'rib chiqishi kerak. Hozirgi holatda esa remove faqat ro'yxatni to'liq ko'rib chiqmay, birinchi uchragan o'sha siz bergan elementni topadi va o'shani o'chiradi. Pop esa ancha keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Mukammalroq metoddir. Bu ro'yxatdagi oxirgacha elementlarni olib tashlaydi. Agar sizda olib tashlamoqchi bo'lgan elementni indeksi bo'lsa, bu orqali o'sha elementni o'chirish ham mumkin. Masalan, agar men ro'yxatdagi birinchi elementni olib tashlamoqchi bo'lsam, pop funksiyasiga 0 indeksini o'chirib tashlashni beraman. Ya'ni 0 ni beraman. Bu fruit basket ro'yxatidagi 0-elementni olib tashlaydi. Bizning holatimizda bu olmaga teng. Elementni ro'yxatdan olib tashlashdan tashqari, pop funksiyasi uni sizga qaytarib beradi va undan foydalanishga tayyor qiladi. Agar biz o'sha o'chirmoqchi bo'lgan elementimiz deyapmiz-ku, o'shani qaysidir o'zgaruvchiga saqlasak, o'sha o'zgaruvchida biz o'chirgan, ya'ni olib tashlagan element saqlanib qoladi. Hozirgi holatda fruitda doimiy anor saqlanib qoladi. Ya'ni o'chirib tashlamoqchi bo'lgan elementimizni saqlab qo'ysak ham bo'ladi qaysidir o'zgaruvchiga. Ro'yxatda indeks sifatida manfiy sondan foydalanish ham mumkin. Bu ro'yxat oxiridan sanashni boshlaydi. Buning uchun oxirgi element indeksi -1 ga, oxirgi elementdan keyingi element esa -2 ga va shu tartibda davom etadi. Misol uchun, bizdagi ushbu ro'yxatdan -1 elementni chaqirsak, bu oxirgi elementni chaqiradi. Ro'yxat elementlarini teskarisiga sanash deb tushunsanglar bo'ladi. Bu holatda 0 dan emas, -1, -2 deb sanab ketiladi. Siz reverse orqali ro'yxatni teskari o'zgartirishingiz mumkin. Bu sizga yangi ro'yxat bermaydi, aslida mavjud ro'yxatingizni o'zgartiradi. Ya'ni bizda quyidagicha ro'yxat bo'lsa, bu ushbu ro'yxatni teskari tartibda, ya'ni oxiridan boshiga qarab chop etib beradi yoki oxiridagi elementlarni boshiga aylantirib qo'yib beradi. Shuningdek, sort yordamida ro'yxatni saralashingiz mumkin, ya'ni unda turgan elementlar joylashuvini saralash mumkin. Ro'yxatni o'sish tartibida agar ro'yxatingiz raqamli bo'lsa yoki alifbo tartibida agar ro'yxatingiz satrlardan
so'zlardan iborat bo'lsa, alifbo tartibida saralaydi. MyList degan ro'yxat bor va unda qandaydir elementlari bor, sonlardan iborat. Bizga bu ro'yxatdagi faqatgina ma'lum oraliqdagi elementlar kerak, ya'ni sonlar ro'yxati kerak, boshqa ro'yxat, yangi ro'yxat kerak. Biz uni 2 nuqta orqali amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun alohida o'zgaruvchi yaratamiz va ushbu o'zgaruvchini avvalgi o'zgaruvchini nomini yozamiz. So'ngra kvadrat qaus ichida bizga kerak bo'lgan element indeksini yozamiz hamda 2 nuqta va qaysi elementgacha kerak, ya'ni o'sha element kelmaydi, faqat o'shagacha kerak bo'lgan elementning indeksini yozamiz. Hozirgi holatda 0 va 3 yozilgan. Bu 0 degani 0-chi element 2, ya'ni 2 deb nomlangan elementdan toki 3 gacha, ya'ni 3-chi indeksgacha. Bu yerda 3-chi indeks bu 0 bo'ladi. Ya'ni 0 ni o'zini olmaydi. Asl ro'yxatdan MyListdan 0 ni o'zini olmaydi. 2, 4, 6 olinadi. Ro'yxatlarni kesib olish jarayonida boshlang'ich qiymatda, ya'ni avvalgi holatda 0 ni bergan edik. O'shani bermay 2 nuqta qaysi elementgachaligini yozsak, o'sha ro'yxatni boshidagi barchasini oladi. Ya'ni 3-chi indeksgacha, lekin boshidagi barchasini, ya'ni 0 dan boshlab oladi. Agar biz boshlang'ich elementni bersak, ya'ni 3 ni bersak va 2 nuqta keyingi elementni bermasak, ya'ni qaysi elementgachani bermasak, ro'yxat oxirigacha oladi. Ya'ni ro'yxatni oxirida qaysi element bilan tugasa, o'sha elementgacha barchasini oladi. Ammo boshlanishi 3-chi elementdan bo'ladi. Ro'yxatning ikki qismiga ham, ya'ni qaysi elementdan boshlab qaysi elementgacha olaylik ro'yxatdan degan qismini ham bermay, shunchaki 2 nuqtani o'zini qo'ysak, ro'yxat to'laligicha yangi ro'yxatga biriktiriladi. Hammasini oladi desak bo'ladi. Bundan tashqari, ro'yxatlar bilan ishlashda bizga qulaylik tug'diradigan turli xil funksiya va metodlar mavjud. Ularni barchasini resurslar bo'limida qoldirib ketaman. Endi kodlash mashqiga o'tamiz. Misol uchun, o'tgan oy uchun xarid qilish xarajatlaringiz ro'yxati berilgan va sizni vazifangiz eng katta 3 ta xarajatlar miqdorini yangi ro'yxatga olib chop etishingiz kerak. Ya'ni shunday ro'yxat yaratishingiz kerak. U umumiy oy davomida qilgan xarajatlaringizdagi 3 ta eng katta xarajatingizni o'z ichiga olishi kerak. Buning uchun nima qilishingiz kerakligini qisqacha yordam sifatida tushuntirib o'taman. Avval sizda oy davomida mavjud bo'lgan ro'yxatni saralaysiz. Keyin saralagandan keyin eng katta 3 tasini qirqib olasiz. O'sha ro'yxatdan alohida olib olasiz va o'shani yangi ro'yxatga qo'shasiz. Yangi bo'sh ro'yxatga qo'shasiz va ushbu ro'yxatni result sifatida qaytarasiz.